qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Bizga hozir umumiy suhbatimiz jarayonida ham yo'ldoshlik qilayotgan shaxsini Bejona Digoraxonda akasi Jo'rayev Rejaval aka, bu yoq Bejonov Jo'ravoyni ikkinchi o'g'li bo'ladi. Bu yerda marhum otasi qurgan uylar mana borib syomka jarayonida bu akamiz singlisi bilan kasalxonada ekan, mana keldik, mana o'zlari mana o'ziga holat bo'yicha qisqacha tushuntirish berib o'tadi. Men Jo'rayev Rejavalman. 1963-yilda tug'ilganman. Biz 22-yil kam o'tgandan beri mana joylarimizni noqonuniy egallab olgan ekan, bilganimiz yo'q. Shundan xabar sotga bergandan keyin bildik. 22-yilda bildik. Familiyasini ayting. Ahmadjon Tolibjon. O'shaning sotga bergandan keyin bildik, xabar topdik. Undan beri mana qayerga borib murojaat qilamiz, hech qanday natija yo'q. Hech kim bizdan so'ramayapti. Hech qanaqa nima bo'lmayapti. 4 yildan bormagan joyimiz qolmadi. Iltimos sizlardan mana yordam qilishlarini so'rayman. Shuhratbek Abdurahmonov. Prezidentimizga iltimos qilamiz. Kadastr xodimlariga ham yordam qilib, mana shu Nigoraxonni singlimizni yerlarini qaytarib berishni so'rayman. Bu bo'yicha mahalliy idoralarga chiqqanmisiz? Chiqqanman, har doim boraman, mahallakamdan xabar bor. Barash tomon bo'lyapti-da, hech qanaqa natija yo'q. Hammasiga borganman. Ular nima mazmunda javob beryapti? Qaror chiqqan ekan, nima qilib beraveramiz, hech qanaqa nima yo'q, qo'lda dokument bor ekan deyapti, qalbaki dokument hech kim surishtirmayapti. Qog'ozga kelishuv bo'lgan xolosda, hech qanaqa nima oldi berdi bo'lmagan. Kelishuv kadastr qo'ygan ekan. Biz bilmaymiz, qo'l qo'yganimiz ham yo'q, boshqa qilganimiz yo'q, mana singlim ham qo'l qo'ymagan. Hech qanaqa natija yo'q. U tomonga qani qog'ozing deyapti, qo'lingda qog'ozing qani deyapti. Men otamdan qolgan uy joy bo'lsa, qanaqa men nima qilaman? Eski uy joylar, endi men hozir qarayapman nogironga. O'zi mahalla, o'zi eski o'shanday mahallaning o'zining qog'ozi ro'yxatlar. Shu bormi? Bor. Sizlarda bor? Ha, bor. Qishloq xo'jaligini qoldiqimlar bor. Faqat bizda kadastrimiz yo'q xolos, kadastr qilinmagan. Bu endi kasr yaqinda. Ha, qo'ni-qo'shnilarimiz qilmagan, bizniki yo'q xolos, mana shunday nima bo'lib, shuni rukaz qilib bizni nima qilyapti. Tegishli mas'ullardan nima so'rab qolasiz? Mana shu uy-joylarimizni qonuniy qilib o'zimizga qaytarib berishni so'rayman, iltimos qilaman. Kadastr xodimlaridan ham, prezidentimizdan ham iltimos qilaman. Yordam qilinglar. Beradi degan umiddamiz.